ko'rib turganlaringizda 2 seplik gusuniy motorlarimizda hamda 1 seplik gusuniy motorlarimizda yangi partiyaga kirib keldi. Xo'p, endi sizlar mana shu ko'rib turgan shurpoy Navro'zni mutlaqo 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Tekinga olib ketish sharti hozirroq shu videomizga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib, omad yozib qoldirsangiz, do'konimizga kelganingizda aytib o'tilayotgan narxlardan ozmoz kamini ham qilib beramiz. Hattoki mana shu turdagi shurpoylarimiz, drill, bargarkalarimiz ham mutlaqo tekinga olib ketasiz. Xo'p, mana shu qo'limda ko'rib turganingiz Makita firmasiga tegishli shurpoy Navr bo'ladi. Ichida chiqib narsasi bitta shurpoy, 248 vatlik batareya, zaryadnik, o'zidan atverka, sverul va golovkalar bo'ladi. Siz mana shularni bu to'g'ri tekinga olib ketasiz. Tekinga olib ketish shartini aytdim. Videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad yozib qoldirasiz. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz so'rab turgan 2 hamda 1 seplik gusuniy motorlarimizda yangi partiyaga kirib kelgan. Hozir bilan qisqacha ma'lumotini hamda narx-navolarni tashkil etib ketaman. Kimga kerak yoki qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomerim bor, aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumotlarni ham beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib 2 seplik gusuniy motorlarimizdan boshlaymiz. 2 seplik gusuniy motorlarimizni yoqiltirib benzin hamda yoqiltirib starka variantlardan yetib kelgan. Birinchi bo'lib yoqiltirish benzin tashlaymiz. Aytibdim bu yoqiltirish benzin deb. Benzin bo'lar 5 litrlik ruzish joyi zavodning orqali yarmta tortishga zavod olib beradi. O'ziqlar esa maslin filtr bo'ladi. Xo'p, o'ziqlarga ko'pchiliklarimiz moy quymayapti. Shu sababdan motor tez o'tirib hamda ko'llar tez yedirilib ketmoqda. Siz motoringiz uzoq vaqtga ishlab, himoya qilib ishlash uchun mana shu joyda o'zingizga ozgina moy quyib qo'ysangiz, motoringiz uzoq vaqt ishlab, sifatli ish qilib bera oladi. Xo'p, endi seplarga bitta qanday berib qo'ysak, seplar esa original pechatlangan sep bo'ladi. Bunaqa sifat, faqat bunaqa daraja faqatgina agroservis do'konida topishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki endi akalar boshqa joylarda ruli burilmagan sotilyapti, lekin agroservis do'koni ruli buriladigan variantidan sotyapti. Turishlarga xohlasangiz o'ng tomon, xohlasangiz chap tomonga, oldiga, orqaga ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Tepa pastga grovkalar cheyitsalang, tepaga pastga ligovkalar ham mavjud. Skollari pastda qilib ishlangan sababi buni agar skol mana bu joyda o'ziga kelib qo'ysa, bu shunaqa burishga juda ham xalaq qilib qoladi. O'chirib yoqish bitta knopka orqali bajariladi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi siz ko'rdingiz, bu avtomatik yurmay turadi, chunki buni sababi, xo'p, bunda avtomat korobka degan narsa bor. Avtomat korobka mana shu qizil nuqtani ezasiz, keyin oldiga harakat jiljib bera oladi. Ungacha sizga hech qanaqa ish qilmasdan bir joyda turaveradi. 1dan va 2dan bor gazga qo'yasizmi, yurmaydi, chunki bu avtomat korobka hisoblanadi. Xo'p, undan keyin sizga yoqiltirish salarka bo'lar 3 litrli qilib ishlangan. Yuruvchi joy bunda ham zavodning orqali bo'ladi. Seplar bunda original pechatlangan seplar. Skollar pastda, o'ngga chapga bu ham aylanadi. O'chirib yoqish esa bunda faqat bezopasniy knopkada qo'ydan chiqib ketsa avtomatik o'chib qolaveradi. Tepasiga ligovkalar ham mavjud. Harakatda cheras ikkalasida ham remen orqali bo'ladi. Remen ishga tushgandan so'ng o'zi avtomatik yuradi. Bu ham avtomat korobka hisoblanadi. Xo'p, endi menga 2 seplik gusuniy motor emas, 1 seplik gusuniy motor kerak. 1 seplik gusuniy motorga qanaqa variantdan bor? Benzin hamda stararkalarda ham bo'lmagan ekan uchun agroservis do'konida buni ham topganmiz. Iloji bilan benzinli hamda stararkali variantlar ham sotilmoqda. Xo'p, birinchi benzinli variantni tashlaman. Benzinli variantini aytdim, yoqiltirish benzin. Xo'p, benzin baklar 3 litrli yurg'ish joyi zavodning orqali bo'ladi. O'ziqlari ham maslin filtr qilib ishlangan. Maslin filtrdan o'tib ketdim. Xo'p, gaz bersangiz o'zi aport oladi. Bunda skol pastda qilib ishlangan. Pastda qilmish sabab juda ham sizga yaxshi va sifatli bo'ladi. Oyog'ingizni o'zida ham tepib, orqaga ishlatib yuraverasiz. O'zini mana shunday ushlab kelsangiz bo'ldi, bas. Bu o'zi ishini qilaveradi. Gaz bersangiz оборот kattalashadi. Xo'p, bunda harakati cheres remen orqali bunda ham ko'rishingiz mumkin. Remendan so'ng, xo'p, cheres remen harakat beradi. Seplar o'zi aylanib bera oladi. Buni orqasiga mulklarni qo'ysa ham bo'laveradi. Undan oldin esa akalar, mana shu 1 seplik gusuniy motorimizni ishlashni ko'ramiz. Qani? Ketdik.
ishlash jarayonini ko'rdan ishlashga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Chunki bunaqa sifat, bunaqa daraja faqatgina agro servis do'konida bo'ladi. Undan keyin esa yuqori turli salarka voklar 3 litrli qilib ishlangan ko'rishingiz mumkin. Bunda ham ro'zish joylari zavodni orqali bo'ladi, yarim torkiga ikkitasi ham satrda emas. Xo'p, bunaqa oziqlar maslain filtr qilib ishlangan. Hop, gaz bezi o'z kuchayadi. Bunda o'chirib yoqish esa bezopasniy knopka orqali bajariladi. Bunda bitta knopka orqali. Hop, eng qizig'i kerak, buni bemalol 360 gradusga xohlasangiz o'ng tomon xohlasangiz chap tomon qilib ishlatish mumkin. Buni sababi oson. Skor pastda qilib ishlangan deyapman. Skorni pastda hayoqsiz urib ketaverasiz. Buni yechishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsani aylantirib yechib yuraverasiz. Xohlasangiz o'ng tomon xohlasangiz chap tomon qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sizga hech qanday ular bez unaqa ish qilib bermaydi, faqatgina sifatli ish qilib bera oladi. Ekan bularning jicha menga yo'q, boshqacharoq bo'lyapti. Menga oldingi partiyalarida ham bormi degan uchun oldingi partiyalamizdan ham bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yuqori turli salar bizan boklar 5 litrli yurish joyi zavodning orqali yan torkiga bo'ladi. Buni ham o'ziqlar maslain filtr. Oldida har birining oldida juda ham chiroq ishlangan dugalar bor, ko'rishingiz mumkin. Dugalarni bemalol qayerga ursangiz ham hech qanaqa sinib egilib ketmaydigan narsa bu. Xo'p, oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlar mavjud bo'ladi. Bunda o'chirib yoqish bitta bezopasniy qo'yizdan chiqib ketimi joyida o'chadi tepa pastga. Ko'rishingiz mumkin kerak, bemalol yurib qo'yasizlar. Bunda shunaqa avtomatik ko'rib emas. Skorga urib qo'ydingiz, gaz bersangiz oldiga keyin harakat oladi. Buning harakati cheris remen orqali reaktorga harakat beradi. Reaktordan keyin seplar aylantiradi. Seplar har biriga kerak original pechatlangan sep bo'ladi. Qayerdan, qanaqa gusunitsali motoblok olishingizdan qat'iy nazar, albatta seplarga bir qator ahamiyat berib qo'yib olamiz kerak. Chunki bu seplar original varianti pechatlangan bo'ladi. Hamda u unchuncha tez sinib ketmaydi. Videoni boshlayib o'tdim va'da. Mana shu ko'rib turgan Shurpovoy Navro'z mutlaqo teginga beraman deysiz. Videoni shu joygacha ko'rib o'tirdik. Videoga bitta like tugmasini bosib, omad yoz qoldi deysiz. Omad yozganingizda so'ng biz do'konimizga kelib, o'ziga yoqqan bitta kusunitsa yoki motoblok xarid qilib olasiz. Ko'rishingiz mumkin. Har xil motopilar bor, motopilarlar, svarishni apparatlar, dvijoklarimiz, suv nasoslar. Xo'p, bu tomonda seri motorlarimiz, karchabatlarimiz, dorchilik apparatlar, motopompalarimiz, ruchnoy serka apparatlarimizda ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Aytdim, barabarni aylantirasiz, barabarni o'ngga chakka aylantirasiz farqi. Bu har tomonga aylanib ketadi, chunki bu bitta pachinida o'zida turaveradi akalar. Bitta pachinida o'zida turadi. Xo'p. Qaysi o'g'i qolib shundagi narsaga to'xtab qolsa, o'shani beraman. Shurpo dire, pichalka. Kulishnavur nima shunaqa sizga keng olib ketadi. Akalar shu manzilimiz Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'kon. Optim bazani birinchi klub qo'lda xarid qilib olaman deganimiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hayır, joyinglar sog' bo'lsin. Bundan keyin qiziqarli videoda ko'rishguncha.